Qadar buzurgorim. Mana bir haftadirki men toza va sof o'zbek tilida so'zlayotganman. Navbat sizga kelib tur. Yo'q, уже bir hafta bo'ldimi? Uje emas, allaqachon bir hafta bo'ldi, dada. Men hozir bitta narsani o'yladim-da. Agar sen meni har bitta xato gapim uchun uradigan bo'lsang, ertaga obunachilaring bular otani urishni targ'ib qilyapti demaydimi? Dada, men hammasini yaxshilab o'ylab qo'ydim. Sizni xatoyi uchun men urmayman. Qachon ruscha so'z ishlatib qo'ysangiz, 50 ming so'm jarima qilaman. Qanday? Qancha? 50 ming so'm. Qo'l tashlang, dada. Qara bolam. Eslab qoldingmi? Nafsak suvchi telefon qilarsan? Ya, 50 ta chiqaring. Nega? Nafsak suvchi emas, har ehtimolga qarshi bo'ladi. Ma. Radarga to'layotgan jarimalarim yetmasmidi-ya? 10 kun olib chiqib ber, men buni ukangga sozda beray. Kulich emas, dadajonim, kalit bo'ladi. Ma, teshib chiqsin. Stakanni bittasini ber. 50 ta chiqaring, dada. Nega? Chunki bu finjon bo'ladi. O'g'lim, qaytishingizda bozorchadan klubnikov oling, ayizni yegisi kelibdi-da. Klub nay bo'ladi? Aya, sovchilikka borasizmi endi? Va'da beruvdingiz-ku. O bola, to'yga qancha pul ketishini bilasanmi? Ya, dada, pulni tashvishini qilmang. Pul ko'p. Sen bola, qarab turdi hali. Ertaga ko'rasan. O'zimni bozorchi o'g'limdan aylanayin. Mana hamma narsani olib kelibsiz. Iya, bolam, hamma narsa zo'ru, faqat so'liganni olib kelibsiz-da. Yo, dada, men svejisini oluvdim lekin. O'g'iltoy, sveji emas, barra bo'ladi-da, barra.